Endi sizlar bilan Chef Nasional jamoasiga murojaat etamiz. Bugungi stolimizni xarajati, incha odamga döşalgani, navolar qo'yilganini so'rab bilib olamiz. Necha so'm ketganini ham so'raymiz. Jalolboy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha oldi bugungi stol? Necha odamga döşalindi? Xudo xolasa 35 stol döşaldi, 420 odam bo'ladi. Pervi iftor ovqatlarimiz bor. Birinchiga barak sho'rva. Birinchiga barak sho'rva beramiz, ikkinchiga kotlet beramiz, ya'ni garnirlari bilan. Stolimizni bahasına keladigan bo'lsak, примерно 130-150 ming atrofida. Har odam boshqa. Hamma narsa ichida bo'ladi. Hamma narsa ichida bo'ladi. Suvlar ham ichida bo'ladi. Albatta. Yesoy sartilar bo'yna. Biz to'ga sartilar bor, svejilar bor, buni chaqchuqlar, ushqol, konfet, nona sarti, suvlarimiz bor, sortiment и 30 kilo palovim bor. Uyda pishtirmayman. Palov, palov bilan. Bundan bahas shu. Necha odam bo'lib kelasizlar? Jamoa. Biz bugun xudo xolasa 7miz. 7 odam bo'lib kelasizlar. Ataladi ichine qarab. Har kim o'zining spesi bor, har kim o'zining ataladi ishi bor. Albatta. Zo'r taqlabsizlar, chiroyli bo'libdi. Rahmat katta. Ishlar omad. Sizlarni o'zlaringizni senani ish bo'ladi. Biz yana ichine qarab kelishaveramiz, odam boshi 10 ming buyurtmiz. Qaytadan kelishaveramiz, shalaydan. Albatta. Rahmat katta. Qo'llaringizni berib ko'rmasin.